Yashil rangli qalamni sindirib qo'ydim. Chiroyli qilib chizmoqchi edim-da. Voy bechora qalam bobo. Bilarini sindirding. Nega? Qalam bobo deysan? Qalam boboning yoshi nechida ekanini bilasanmi o'zi? Aniq yoshini bilmasam ham, juda qadimdan yashab kelganini o'qiganman. Qadimgi Rimda papirus qog'ozlari kashf qilingandan keyin qalamga o'xshagan bir buyum yasalgan. Rimliklarchi uni stilus deb atashgan. Ha, bilar ekansan. Hozirgi qalamlar paydo bo'lguncha odamlar nimalarni o'ylab topishmagan deysiz. Uzun, uchi o'tkir temir yordamida qirib yozib ko'rishgan. Ovozi biram yoqimsizki, shunaqa menga ham yoqmaydi. Keyin ruhdan kuydirilgan hayvon suyaklarining kunini gelim bilan aralashtirib foydalanishgan. Men senga bir gap aytaymi? Men hozirgina sindirib qo'ygan qalam so'zi esa turkiy qora tosh so'zidan kelib chiqqan. Bildingmi? Bildim, to'g'ri. Ruschasini ham aytib ko'raylik. Qarandash. Qora tosh so'zining bora-bora o'zgarib ketishidan hosil bo'lgan. Bolalar, qalam ichidagi grafitni-chi cho'ponlar o'ylab topishgan. Ular katta adirlarda qo'y boqib yurishganida ko'mirga o'xshagan narsani ko'rib qolishgan. Xursand bo'lishadi. Lekin u yonmaydi. Keyinchalik unda qo'y qo'zilarni belgilashda foydalanishadi. Birinchi qo'y, ikkinchi qo'y degandek. Qo'llarni qoraytirib, juda tez sinib ketuvchi bu moddani avval daraxt yaproqlariga, keyin esa yog'och orasiga qo'yib, iplar bilan bog'lab ishlatishadi. Keyin oradan ancha yillar o'tgach, 1683-yillarda hozirgi qalamlarga o'xshagan qurol dunyoga keladi. Bolalar, ahamiyat berganmisiz? Qalamning bir chetida TM, HB yoki 1, 2, 3 raqamlari yozilgan bo'ladi. Bu belgilar qalamning yumshoq, o'rtacha va qattiqligini bildiradi. Rossiyada TM belgisi, Yevropada HB, Amerika Qo'shma Shtatlarida esa 1 dan 3 gacha bo'lgan raqamlar yoziladi. Endi bunday qilib kesaman. Bo'ldi. Senga bu mendan sovg'a. Hamma dopku. Jarmdori gullarni juda o'xshatib chizsanmi? Kulma. Qo'ldan kelgancha chizdim. Yoshi ulug' qalam bilan undan ham yoshi kattaroq buyumni chizdim. Qoyilmisan? Qoyilman. To'pning yoshi qalamdan ham kattami? Hamma narsani bugun aytib beradigan bo'lsam, boshing yana ham og'rib qoladi. Bu haqda ertaga gaplashamiz.